Assalomu alaykum go'zallarim, qadrbaland qadrdonlarim. Bizning muattar do'konimizga shunaqa chiroyli abayalarimiz keldi. Bularni obzor qilishdan oldin 5 ta rus tilida so'z o'rganamiz. Platok, roman, yubka, yubka, bluzka, bluzka, платье, ko'ylak, abaya, abaya. Bu abayalarimiz двусторонний degani ikki tomonlama kiyiladi degani. Atlas nusxaligi atlasini ichiga qilib, ustiga qora tomonni qilib kiysanglar ham bo'ladi. Buni qilib kiysanglar ham chiroyli ko'rinadi. Razmerlari 48 dan 56 gacha. Yoqalari shayli yoqa, yenglari keng, shunaqa juda ham chiroyli abayalarimiz keldi. Ertaga hayitlarga chiroyli qilib kiysanglar bo'ladi. Yana qaysi so'zlarni o'rganishni xohlardingiz, izohlarda qoldiring. Muattar do'konida kutib qolamiz.